Assalomu alaykum qadrdonlarim, yangicha variantdagi atrobotka pechkani mana hozir testini qilyapman. Xullas o'zini juda ham yaxshi ko'rsatdi. Xo'sh, tomchi kamayib ketibdi. Xullas ana shunday tomib turishda bitta hammomni buni uyni ichiga ham qo'ysa bo'ladi. Juda zo'r qiziqardi. Xullas oddiy atrobotka pechkadan buni ustun tomoni bunda hech qanaqa o'g'or hidi umuman bo'lmaydi. Xullas oddiy pechkalarimizni channatib yoqqanda, kattaroq rasxotda yoqqanimizda mana bu teshiklaridan o'g'or chiqadi. Bunda hech qanaqa mana ko'ryapsizlar, teshigi yo'q. Faqat mana bu yerdan havo tortadi, bo'ldi. Hozir men sizlarga bitta mana ko'rsatib o'tib ketaman. Bachog'imizga 5 litr atrobotka ketadi. Mana bu mana trubaga yaqin, xullas mana bu har doim issiqda bo'lib turadi-da. Xullas atrobotga ham suyuqroq bo'ladi. Hozir mana sizlarga ko'rsataman. Kranni yopganman. Ko'rishinglar mumkin, qaranglar. Qancha ochib qo'yaman mana. Mana shuncha ochib qo'ysam ham mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, bu yerdan faqat havo tortadi. Tamom, tepaga urab aylanib ketaveradi. Hech qanaqa o'g'ori hidi yo'q mana. Ko'rishinglar mumkin. Atrobotka ham imенно sentriga tomadi. Mana trubani ko'rgan bo'lsanglar, mana o'tkazib qayirib qo'yganman, o'rtasiga tomadi mana. Hech qanaqa hid yo'q, tomish yo'q mana. Havo tortib ketishini ko'ringlar.